bog'lovni o'zini ofitsial do'konda olamiz. Masalan, Jiber o'zini ofitsial do'konda olamiz. Biz bu sohaga kirganimiz 7 yil bo'lgan bo'lsa, 5 yildan beri eng optimal bo'lgan narxga o'tib olganmiz. Masalan, ularni limitiga ko'taradigan sharoit Xudo yetkazganki, biz bir ularning limitini ko'tara olamiz. Masalan, bu limit aytadi $10,000, $100,000 bo'lsa olasiz. Demak, sohadasida, lekin skidka bizga foyda bor. Ha, skidka foydalan oladi. U narsa keyin klientga foyda bor. Keyin kilovatga. Xudo xohlasa, originalda hech qanaqa birga bir emas. Bo'ldi. Sog' bo'ling, salomatlik, ishonch, rahmat, kelib turinglar. Nima aka? Qayerdir kirishgan ekan, biriga bir bo'lsa kerak deyishdi, 2 barobar arzonlik. O'shani biriga birmi deydilar. Narxiga o'zlari ham ikkilanib qolishdi. Birinchi qimmat so'rashdi. Keyin narxini ko'rib, "Oka biriga bir emasmikin" deyishdi, yo biriga bir emas desa. Keyin nimaga arzonligini tushuntirib qo'ydi. Xudo xolasa kelishaveradi. Birga nasib qilmasa. Yo'q, hammasi original harom bo'ladi. Biriga bir qanday qilib mana 2 xil bo'lsa, onada organizmda bundoq deb bo'ladi. Harom bo'ladi. Nima 100 so'z.